turmuş o'sgan qadrdonlarim. Men juda ham faxrlanaman Beruniy yurtimda tug'ilganimdan. Juda ham faxrlanaman. Faxrlanaman Beruniy yurtimda tug'ilganimdan. Juda ham faxrlanaman. Xalqimizning quvonchiga quvonch qo'shib turgan yoshlarimiz kuni 30-iyun O'zbekiston Respublikasi yoshlari kuni. Mana shu munosabat bilan Beruniy tuman hokimligi tashrifda bizning beruniylik yoshlar o'zlarining yurtga bo'lgan ixlosini inom etish uchun yoshlar kunida yugurish musobaqasida ishtirok etish uchun mana shu yerga tashrif buyurdilar. Aziz yoshlar, bugungi bayram bilan Beruniy tuman hokimligi, Beruniy tuman yoshlar agentligi, qolaversa Beruniy tuman xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi barcha maktab pedagogik jamoasi nomidan sizlarni chin dildan samimiy tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, hayotingizda doim baxt va saodat, omad hamroh bo'lishini tilaymiz. Bu yil mana shu musobaqada qatnashayotgan 9-11 sinf o'quvchilariga bugungi sinov bo'ladi. Ular bugun mana shu yerda o'zlarining sportga bo'lgan ishtiyoqlarini ko'rsatib, imtihonga tayyorgarliklarini namoyish etadi degan umidda biz sizni sport musobaqasiga, yugurish musobaqasiga taklif qildik. Mana shu taklifimizni qabul qilgan yoshlarni yana bir bor mana shu sport musobaqamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Tadbirimiz boshlanadi. Tadbirimiz kechqurun gala konsert bilan yakunlanadi. 12:00 da O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi boshchiligida mudofaa tashkiloti nomidan bizning tumanimizga tashrif buyuradi. Biz mana shu yerda bugun vatanparvarlik ruhini namoyon etayotgan, vatan himoyasida turgan sodiq sadoqat bilan xizmat qilayotgan 12:00 da yoshlar markazini oldida mana shunday katta tadbirga taklif qilamiz. Diqqat qilib yugurishga tayyorgarlik ko'ramiz. Startni chetga olib qo'yamiz. Sport sog'liq garovi shiorni ham chetga olib qo'yamiz. Tayyorlanamiz. Hazır ya, tayyorgarlikka chiqdik. O'zbekiston Respublikasida yoshlar kuni munosabati bilan biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz shiori ostida o'tkazilgan sportning yugurish marafonida qiz bolalar o'rtasida faxrli 3-o'rinni egallagani uchun Saidvaqqos va Aqbo'ta 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday faxriyorlik hayotimizda quvonchi bo'lgan yoshlarimizdan eng aziz yugurish marafonida 2-o'rinni egallagan Tavskasin va Ulbosin 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. iyun yoshlar kuni munosabati bilan biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz shiori ostida o'tkazilgan sportning yugurish marafonida qizlar o'rtasida faxrli 1-o'rinni egallagani uchun Saidvaqqos va Sandug'ash 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Mana bugun ko'rinib turibdi, opa-singil ikkalasi ham g'olib bo'ldi. Beruniy tumanida faxrli qizlarimiz o'tgan yil mana shu yugurish musobaqasida 1-2-o'rinni egallagan edilar. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan biz sog'lom turmush tarzi o'g'il bolalar o'rtasida faxrli 3-o'rinni egallagani uchun To'raboyev Fozilbek 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday diplom bilan 2-o'rinni egallagani uchun Yo'ldoshev Sherali 2-darajali diplom bilan taqdirlanadi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz shiori ostida o'tkazilgan sportning yugurish marafonida o'g'il bolalar o'rtasida faxrli 1-o'rinni egallagani uchun 38-umumiy o'rtacha maktabning o'quvchisi Shokir Otajonov 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Hurmatli yoshlar, bugungi bayram bilan ham mana shu bayram tadbirimizda o'tkazilgan sport marafoni bilan tabriklash uchun so'zni Beruniy tuman hokimi o'rinbosari
Umar Usmonovga beramiz. Bayram bilan sizlarni butun Beruniy xalqi nomidan, qolaversa Beruniy tuman hokimi nomidan chin muborakbod etaman. Sizlarga sog'lik va salomatlik, shijoat, jo'shqinlik hech qachon tark etmasin. O'zbekistonimizning buyuk kelajagini rivojlantirishda o'zingizning hissalaringizni qo'shishga tilakdosh bo'lib qolaman. Rahmat. Hurmatli yoshlar, bayram yana bir bor hammamizga muborak bo'lsin. Bugungi bayram tadbirimizda ishtirok etgan barchani esdalik uchun rasmga tushishga chaqiramiz. Telefonda yapışıp kaldı. Ya kanı yansıyım ben. İçeride. İçeride? Al biraz. Hareketler pastga tushib ketsa, eshituvchini sizning nolaringizni eshitmaslikka majbur uchun ohang ifodasini topish kerak. G'azaldan murakkab ifodalardan biri so'zning ifodali maqsad sari bayon qilinish. Bundagi asosiy lutf inson qalbidagi chuqur kuch. So'zlar orasidagi bog'liqdan nafas olish ajralib turadigan eng asosiy g'oyasi uning bir qatorda turgan, ya'ni undosh jarayonlar bo'lganligi uchun, uning ifodasi maqsadli bo'lganligi uchun keyingi boshlanayotgan undoshga uzluksiz o'tish kerak. Kecha keldi. Bunday devon sarfi yo'lga kelmadi. Sen kitaplar hammasini olmoqchi o'xshaydi. Round of oldingizmi? Demek bu yerda bizlar 30 adam mehmon keldi. 30 adam demek nechta buni? Shuncha o'quvchi taqiysiz. Shunga kimlar? Bundan xursandmiz. Yana bir narsa, yana bir narsa. Mana tushunimiz bor. Endi o'quvchilar Sizlar bergancha o'zingizga podast ketdimi? O'zingizdan yog'im bor. Yüden öpkünler mama mersene arkasından mı? Yok. Şuradan mı? Ne pavaş var şayara? Apasına yılın ortana ekamdı. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Yoshlar kuni bilan.
Keling bu yoqqa turing. Sog' kel. Assalomu alaykum. Prezident axborot sektori Beruniy tuman hokimining investitsiya va tashqi savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari Tervizam. Umar akim, Hamida Usmonov. Sizlar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelsa. Ana keling. Ha, keling. Keling, qarang. Keling. Qani kel yurib. Ishanbo. Hemen bilen kavga Kadınlarınızı arkasına düşketler, ziyaretlerinizi Allah kabul etsin. Şimdi bu zat haklarında aytadigan bo'lsak, bu zat Sultan Uvays Qarani Hazretleri bizim şu Qaraqalpaq, Xorazm diyarlarında Sultan Baba, Sultan Uvays Baba degan nomlar bilan mashhur bo'lganlar. İslam aleminde bu zat Uvays Qarani degan mashhur bo'lganlar. Bu zatning tug'ilgan joylari hozirgi Yaman Arab Respublikasida tug'ilganlar. Yaman davlatining Qaran degan qishlog'ining Murodiy degan qabilasida tug'ilganlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davrlarida dunyoga kelganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan zamondosh bo'lganlar, lekin payg'ambarimiz bilan bu kishi uchrashib, diydor ko'risha olmaganlar. Payg'ambarimizdan ilk bora ruhiy ta'limot olganlar deyiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz taraflaridan bu kishiga Uvays deb nom berilgan. Asli ismlari Suhayl ibn Omir degan zot bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom hadisi muboraklarida bu kishi haqlarida shunday marhamat qilganlar. Tobiinlarning yaxshisi bir kishiki, unga Uvays deyiladi. Uning faqat onasigina bor. Yana qo'l kaftinda tanga miqdorida oqliq bor. Bas qaysi biringiz mana shu zotni uchratsangiz, undan siz iltimos qiling. Sizning gunohlaringizni kechirilishini Allohdan so'rasin. Siz uchun Allohdan mag'firat talab qilsin degan hadisi muboraklar bor. Alloh taolo bu kishiga shunday bir ulug' maqom, ulug' darajat bergan ekanki, bu zot duolari mustajob zotlardan ekan. Ya'ni Alloh taolodan nimaiki so'rab duo qilsalar, o'sha duolarini samaralari tezda ko'rilgan ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom uni ko'rsangiz, albatta uni duosini olin. Sizga duo qildiringlar deb payg'ambarimiz alayhisalom Endi buning sababi nimada deb so'ralgan vaqtlarda javob berilgan ekanki, bu kishi mana shu doimo onalarning xizmatida bo'lib, onalarining roziligini topib, onalarining duosini olganlarning sharofatidan Alloh taolo bu kishiga shunday bir maqom, ulug' daraja bergan ekan. Mana bu zotlarning hayotlaridan asosiy bizni ibrat oladigan narsalarimizdan birisi mana shu ekan. Ya'ni onalarimizni rozi qilib, ularning xizmatini qilib, ularning duolarini olish qanchalik farzandni bir ulug' maqomlarga yetkazishini mana shu zotning hayotidan ko'rsak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom vafotlaridan oldin bu zotga o'zlarini kiyib yurgan muborak xirqalarini, chaponlarini vasiyat qilib qoldirgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalomning vafotlaridan keyin sahoba-i kiromlar payg'ambarimizning omonatlarini bu kishiga olib borib topshirganlar. Ana shu voqeadan keyin Uvays Qarani hazratlari o'zlarining yashab turgan yurtlarini tark qilib tashlab chiqib ketganlar degan rivoyatlar bor. Shu xalqimizning orasida kelayotgan qadim rivoyatlarga ko'ra, keyinchalik bu zotlar mana shu yurtlarga islom dinini da'vat qilib kelganlar degan rivoyatlar bor. Tarixiy manbalarda juda qadim zamonlardan mana shu joyda bu zotning qabrlari mavjudligi haqida tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan. Mana ilk ma'lumotlar Xorazm shohlarining davrida Sultan Muhammad Xorazmshoh tomonidan Mo'g'ullarning istilosidan avval mana shu joyda nihoyatda bir mahobatli maqbara qurilganligi tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan. Keyinchalik Xiva xollaridan Iltuzarxon tomonidan bu yerga yana maqbara qurilgan. Lekin u kishining qurdirgan maqbaralari o'sha davrdagi qattiq zilzila tufayli buzilib ketgan. Oxirgi marta 1836-yilda Xiva xoni Allohquli xon tomonidan mana shu hozir siz ko'rib turgan mana shu maqbara qurilgan. Endi shu hozirgacha saqlanib keladi shu maqbaralar.
Shu yil mustaqillikdan keyin ozroq restavratsiya, rekonstruksiya ishlari olib borildi. Endi buni hozir mana shu 2012-yil prezidentimiz, hozirgi prezidentimiz bosh vazir bo'lgan vaqtlarda o'zi shu yerda turib qaytadan restavratsiya qildirdi. Shaxsan o'zlari shu tepasida turib o'sha davrda 1 milliard 2 million 200 ming so'm edi. O'zlari tepasida turib shunda chiroyli holatga keltirildi. Mana Buxorodan bu kishilar qayerdan kelsa, Buxorodan, Vodiydan, Turkmanistondan ziyoratchilarning keti uzilmaydi. O'zlaringiz ham 7 pirlardan kelibsizlar-yu. Assalomu alaykum. Ziyoratchidagi 7 pirlardan kelibsizlar-yu. Apaylarni qoldirib qo'ymaylik. Sonradan şirketler, onlar şirketler. Şirketler mi tamam? Şirketler. Masasını alalım. Nasıl alalım? O'sha ayvoncha bu yozgi masjid bo'lgan avval. Shu xiyoxona Alloh qulxon qurdirgan ayvoncha yozgi masjid. Yozda mana shu yerda namoz o'qilgan, mana mehroblari ham saqlanib qolgan. Hozirgacha ham ichkariga qishki nima bo'lgan, qishda ibodat qilinadigan masjid bo'lgan. Mana ustunlar ham o'sha davrdan qolgan eski ustunlar. O'zi bu patolog restavratsiya almashtirildi, lekin ustun va tagidagi nimalar toshlar haqiqiy o'ziniki original. Katta uzun qilib solingan. Avval bu eshikni bo'lmagan vaqtda odamlar bundan aylanib ziyorat chiqishga keyinchalik bu eshikka yopib qo'yilganda. Lekin o'sha davrda uzun qilib bosh tomonlari. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala okumuş kalamını soğusun arasında. Avvalan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh bakımına hususan Sultan Uveys babamız çarat rafiyatkan mümin Müslümanların hususan alal husus sahibi sadakatın ötken ata-bobalarınız, hayş akrabalarınız arvahlarına bakşida kıldık. Allah Teala mana şunday ulug' kunlarda kılgan ziyaretlerinizi öz dergahında kabul kılıp haktan inayat, peygamberlerden şefaat, mana şunday ulug' azzavillardan medet istiğnat edip Rabbana taqabbal minna inneke antas sami'ul alim bi rahmetik. Sultan Uvays Karanilbağımızın ayaklıkları tarafından çıkarılan bulak bu neçe yıldan beri var bu. Bunun suyu tügemeyden, bundan kıvayven ketmeyip tegeden çaksayan çıkıp duradı. İlk yüzden buna koyasın neçe yıldan beri şöyle balıklar var, bizim balıklar var. Oyun fayda var, bunu hiç kim taşımağa için etmeden bunu. Bu Allah'ın mucizesinin bittesi bu ama. Balıklar var, kaçta balıklar var, çunkur suyu da. 2 metreden beri tarafı, 2 metreler çunkurlarda. Katta balıklar var, üstüne ballar var bu yüzden. Kattalar var, hep alani koşanlar, katta koldalar güttü. Alani koşanlar balık oldu. Ben şu turadım. Battık serinlemede. Hem balıkları pastayanın özünde var onun. Özünden. Katta balıklar var içlerinde. Bunun kaydı ben de alakalar, lekin pastayanın vardı. Ana bak. Katta kumbal. Öyle internet yok. Allah yolundan. Şurada şurada karnavatit öğrenimizde. Aram. Gelin. Bakar. Şimdi yakmanlardan Kazakstandaki gelin. Avukatı gayret. Söğüt üylerine iletip verecekti. Bol oldu. Şaşap komadınız mı? Yok. Kim öyle yaptı sana? Kim öyle yaptı?
Allah tushuntirib ayting. Keyin. Abichalam aytarim mana. O kellesi shunaqa siyib olib, Alloh yo'lida deb duo sadaqamiz deb qilsangiz bo'ldi. Alloh yo'lida. Joylari jannatda olsun, oxiratda obod bo'lsin. Endi uzr kechirasiz. Qani o'tin, Qur'on tilovat qilamiz. Bu yağından mesut var. Bu yağından. Nergisinden mesut var. Nergisinden mesut var. Nergisinden. Bismillahirrahmanirrahim ya bir Allah. Tut. Durmayın. Çay verin mehmon. Gelin. Sen ne yapacaksın? Otur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يا فياض من جميع البلاء والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته Kavul olsun. Ziyaflarınız kavul olsun. Sadakalarınız kavul olsun. Kavul olsun. At kelganligim katta rahmat. Allah razı olsun. Sen ne yapar? Siz bunların yanında mı? Oldu. Ya. Festival bu festival iştirakçıları da mana shu Sulton Festival parası. O'tirishdan boshlandi. Boshladi shundan baqinglar. So'ning bir yaxshiliklar suratlarini yig'ib qo'ydi, iltimos qildim. Aybek. Arabistondan keladi. Moskvaga yetsa, Pashka. Telefonda olib turib. Kishi suv. Kavul olsun. Rahmat. Kavul olsun. Allah razı olsun.
Bu axborot resurs keyingisi ko'rgazmalar, rasmlar ko'rgazmalari bu yoqda. Keyingisi yoshlar markazimizda yosh gimnastika qizlarimizning ko'rgazmalar chiqishlari bor. Barkamol bolalar markazi ko'rgazma chiqishlar va madaniyat markazimizda turli millat vakillarining ko'rgazma chiqishlar va madaniyat markazimizda to'garaklar faoliyati bilan tanishish dasturimizda ko'rsatilgan obyektda sotiladigan ketaveramiz. Dastur bo'yicha. Hozir aytganlaringiz obyektgacha. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumaniga xush kelibsiz. 30-iyun Yoshlar kuni va Ma'naviyat festivali munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram tadbiriga biz Beruniylik yosh g'azalxonlar Buyuk bobo kalonlarimiz g'azallaridan namunalar o'qib berish uchun tashrif buyurdik. Marhamat, tinglab dam oling. Bugungi Yoshlar bayrami va Ma'naviyat festivali barchamizga muborak bo'lsin. Men qachon dedim vafo qilg'in mana zulm aylading. Sen qachon deding fido bo'lg'in mana o'ldim sayan. Qaybali paydan sayan. Tarki nasihat ayladim ovora bo'l. Yuz balo miskin men ham bir balo bo'ldim sayan. Jami jan bir lahzir suya nasibimdir mudom. Soqiyo tog'larga jon aylab gado bo'ldim sana. Sekiz ming olam oshobi agar boshimda ne ajab chun sarvonozim 18 yoshimdadir. Hayrat etmon husni naqshidaki har hayrat ki bor barchasi ilzik tarvo sunnat boshimdadir. Tan agar siymu içinde tosh muzmar ko'nglidim aql bu eski dayr boshimdadir. Ta navoiy to'kdi ul oy furqatidin bahri ash har qachon boqsang quyosh aksi ani yoshimdadir. Mashhad xoh inonma g'azali. Sen sivrog'ingda kabob etdi falakni. Oh zaharim xoh inon Laling g'am hajring meni o'ldirg'ani yetdi. Kotubu rahmatam avvallarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvallarga o'xshamas.
aslida bir yor istadim. Lekin uy kamrak topildi, garchi bisyor istadim. Kimga kim jonim fido, aylab sog'indim dam-badam. Ermas edi yorlikda chun Anjumani shavqijon aro desang, ani boshog'i o'qin sham anjuman qilib. Oshq oldum bilmadim yo'l alifdan zorlarning hosili ozor emish. Elga navak urdi, men o'ldim. Erur bu kafan jinsi qirog'idan sovurg'on tor emish. Qo'ydi boridin og'riq tanga tushgan soyadek. Sevg'amidin endi soya o'rniga dildor emishlarni ko'rma osonlik bilan. Kim baral kim soldi ko'z, uzmak ko'ngil dushvor emish. Rahmat. Aziz mehmonlar, mana bu kun biz go'zal Beruniy bog'ida, yoshlar bog'ida aziz yoshlarimizning qalblarida buyuk avlodlarimizning nazmi qanday jaranglaganini ko'rdik. Keyingi dasturda. Boshlaymiz. Yerni olamiz. Festival doirasida farzandimizga kitob sovg'a qilaman aksiyasini tashkil qildik. Aksiya davomida bu yerda kitoblarimiz ko'p edi. Kitoblarimiz ko'p edi. Hozir statistika bo'yicha 5 million so'mga yaqin kitob savdosi bo'lgan ekan. Albatta har bir ota-ona o'zining farzandlariga festival doirasida kelib kitoblarni sovg'a qilishni boshladilar. Bu albatta 3-Renessansning foydasiga bo'ladi deb umidlaymiz. Bugungi kunda shuni bilan bir qatorda mana shu bog'imizda Wi-Fi o'rnatilib, yoshlar O'zbekiston Respublikasi hududida nashriyotdan chiqqan barcha kitoblarni issiq holda sotib olish imkoniyatiga ega. Bugun nashrda yosh kitobning tanlovi o'tdi. O'sha tanlovlarda yo'l qo'ysamiz, birinchi o'rin olgan o'quvchilarimiz sizlarga o'z qo'llaringizdan kitoblarni taqdim etadi. Televiziya bor. Bor, televiziya ishlaydi. Endi bu kitob juda muqaddas sovg'ada endi bu. Endi bu kitob olingandan keyin bu o'qilishi kerak. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu kitoblar kutubxonani haligi polkalarda qolib ketmaydi-da. Albatta o'qiysizlar, ha. Chunki sizlar bu yerda o'sha mana hozir aytib o'tishdi, Beruniy bobomizni nimasidan turibsizda, biz yurtida turibmiz. Siz Beruniy bobomizni, biz hammamiz nabirasi bo'lsak, sizlar bevosita nabiralarsizlar. Shuning uchun bu kitoblarni albatta o'qiysizlar va albatta hozir aytilgandek o'sha 3-Renessansning poydevorini mana shu Beruniy tumanidan boshlaymiz. Prezidentimiz bunga ishongan. Biz o'ylaymizki, sizlar albatta mana shu ishonchda bazalasizlar. Rahmat sizlarga. Qarshilarni olishamiz. Har qaysimiz
Navbatdagisi Umidjon yoshlar daftariga kirgan, yig'in daftariga kirgan, ayollar daftariga kirgan yoshlarimizni hammasini Tushuntiringlar. Bu nima bu? Mana bu nima? Sumkami? Buni kim tikkan endi? Magazindan olib kelib sotyapsizlarmi? O'zlari tikkasizlar buni. Opa, siz tushuntiring, rasmni tushunasiz. Tushuntiring. Nima bu? Qalay? Va'da bergan prizim. Bende ikkita mulohaza bor. Yana mulohaza bor. Bende ikkita mulohaza bo'ldi endi. Endi qani yana do'ppi bitta. Qani? Yana bitta do'ppi. Tilla qosh ketyapti. Tilla qosh qiladi bu. Tilla qosh beradi, tilla qosh. Mana o'rtada, yana shu. Mana shu. Qaroni mana kiydiring, keling. Qora malikasi bo'lib ketdimi? Siz malikasizsiz. Yana bunaqasi. Ana shunaqa. Qizlarga sovg'a bermaganman-da. Oltin Bersat nomidagi rasmli dizayn ustiga albatta kirib ketamiz. Biz hammamiz duo qilamiz sizlarga, hammalaringizga. Endi juda katta bo'lmaydi. 37 kilolik. Bu maktab nimaniki? O'quvchilarga. O'quvchilarga. Ikkinchi maktab. Ikkinchi maktabda kim direktor? Ikkinchi maktabning direktori bormi kanal? Yo'q, hali kelmadi. Ofitserlarniki. Aziz Qoraqalpog'iston qilgan muxlislari, sizlarni Kabida Amizoqul yangi konsert dasturiga taklif qilaman. Dasturlarimiz 1-iyul Beruniy tuman amfiteatrida, 2-iyul Toshko'z tuman markaziy o'yingohida, 3-iyul Ellikqal'a tuman amfiteatrida. Abdullah, sizin telefoningizni mashg'uliyat qilib telegramga hajga borishdan Qarorlarimizda bu to'xtam. O'qishibdi. O'qilgan. Fantaziyani qaraydi. O'ylashadi, mehmon. Fikrlash, aql fikrlash.
Gençler bo'yicha sarfar deydi. Boshqa shunday ketadi. Gençler hamma narsani yozib qolib, sir sifatida O'zbekiston gulzor, har shahri lorazor. O'zbekiston gulzor, har shahri lorazor. Babamning mullasi yoy, darding bayon eylib tutar. Bu shoirning bo'lgan qulog'ina bu to'ylardi atlardan tamzim birlik. Dilim bo'lsa so'ylab tutar. Ortiqcha shoir so'zi bilan go'zalsiz. Atlov turmoqda.
Пожалуйста, даем. Ну, вот, пойдем. Bankara, sen kimmişliysen? Manaviyat bölümü. Manaviyat bölümü, молодец. Dur, işler yaxşı. Rahmat. Yakta da var mı? Oldu yok mu? Oldu. Tepeye otur. Cemile kadın. Cemile kadın. Kesin. Uluglar kesin uluglar. Oramizda ijodkor yoshlarimiz bor, shoir, shoira qizlarimiz bor. Hammangizga xush kelibsizlar deyman. Yana bir bor yoshlar kuni bilan muborakbod qilaman. Mehmonlarimiz tashrif buyurishgan O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Miyasar Ro'zoqova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir Bobur Bobomurod. O'zbekiston Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoirimiz Qurbon aka Shoniyazov. Kelib bizim o'rnimizda ishlaydi. Shuning uchun bu avlodlar almashinuvini oldindan ko'rib, oldindan bilib, shuni sezib, bugungi yoshlarimiz ertaga vatanning haqiqiy merosxo'rlari, haqiqiy egalari bo'lishi kerak degan nuqtai nazardan kelayotgan bo'lsak, ma'lum bir muddat e'tibor bo'lgandir, lekin o'z holiga tashlab qo'yilgan bir soha edi. Keyinchalik bolalar bog'chalari yopilmalar bir chetda. E'tibor qaratmadi. Mana prezidentimiz kelgandan keyin aytdiki, shu maktabgacha ta'lim tizimini yo'lga qo'yish kerak. Bu eng birinchi. Sizlarning huzurlaringizga mana elimizning faxri estrada nimasi? Sherbek Shodiyev. Mana shu yigitlar O'zbekistonning kelajagi, yoshgina yigitlar. Qaranglar, ertaga sizlarning oralaringizdan ham shu yoshlardan shunday insonlar yetishib chiqsa, avliyolar yotgan qutlug' makonda taraqqiyot, qorloq, tomga o'tkaydir. Baland jaranglasin qo'lda torimiz, axir biz alloma avlodlar. Assalomu alaykum. Ha? Assalomu alaykum. Ustoz Umris Sog'o'sin. Sizlar bilan ko'rishgan duolaringizdan duolarimiz Xudo xolasa. Ma'zur bo'libsiz, bugun kompaniya zo'r bo'ldi. Masofaimizga 7 kilometrda bu birgamiz tadbir bo'lsa, bayramlar muborak bo'lsin yoshlar. Rahmat. Bugun juda vaqt keldik, rosa yoshlar she'rlar aytishdi, o'zlari yaratgan shohlarimiz. Masalan, inson uchun kerakli balki zarur kimdadir oldinda, kimdadir keyinda bir harakatlar, maqsadlar bo'lsa, shuni yetib yuramiz. Lekin hali orzumiz so'ngani yo'q. Furqatning furqatini, muqimiy uzlatini, odamlik xizmatini Xudo bergan bizlarga. Avloniy el ustodin, behbudiy dil obodin, munavvar qori yodin Xudo bergan bizlarga. Qoraqalpog'iston xalq artisti
bilasizlar, Razzoq tumani dilzorlari, nabiylari tinglab qolamiz. Marhamat, bizlar sizni opera qirollik eslagan, qirolichasi eslagan adashmaymiz. Sababi opera deganda 10 mingdan, milliondan bir odamga berilgan, Alloh taolo tomonidan berilgan ovoz sohibasini aytsak bo'ladi. Bizlar Qoraqalpog'istonda, O'zbekistonda. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli shu bir yerda tug'ilib o'sgan qadrdonlarim. Men juda ham faxrlanaman, Beruniy yurtimda tug'ilganimdan. Juda ham faxrlanaman. Chunki bu yerda shunday yangi odamlar bilan bir yerda yashadim. Men bolaligimdan bu insonni qo'llab-quvvatlab, gazetasida birinchi statyalar yozgan otam. Chunki sizdek bilimdon odam shu Beruniylardan keyin chiqqanlarning qatorida yangi shunday bir ixtirochi odam bizlarga bo'lgani uchun bizlarni zargar bilgandek bizlarni qadrimizni bilib turganimiz uchun sizga ta'zim. Endi men Bobur akadan keyin so'zlab bilmayman, sizlarga gaplashaman chunki bu tillari rivojlanib ketgan. Bizlarning tilimiz emas, ovozimiz. Shuning uchun sizlar hammangizni shu bayram bilan tabriklab, yoshlar kuni bilan hammangizni yoshlar kuni bilan va mustaqilligimiz 30 yillik bilan kirib kelyapman. Xudo xolasa bo'ladi 2 oydan keyin. Shu bilan butun bayramlar bilan hammangizni tabriklayman, hammangizni yaxshi ko'raman. Bir kuplет qo'shiq aytib bering, qaysi qo'shiqni aytib bering? Men repertuarimni biladiganlar. Dugonalarni aytib bering. Yaxshi, yaxshi. Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Jang bo'lishi ochilib gulzormisiz yo? Ochilib gulzormisiz yo? Jang bo'lishi ochilib gulzormisiz yo? Ochilib gulzormisiz yo? Bormisiz jonim yor? Avvalambor assalomu alaykum. Men Mashhura Abdullayeva Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31-maktab o'quvchisiman hamda men Xalq Munbari gazetasi qoshidagi Shalola adabiy to'garagiga a'zosiman. Men 2019-yildan beri she'rlar yozaman va shu yilning o'zida mening 2 ta kitobim chop qilindi. Ya'ni Bahor hidi hamda Ukamning orzusi nomli. Men undan juda o'zimning yozgan she'rim mashhurang she'rni aytib bermoqchiman. Obod ozod vatanimda yayrab quvnab yashayman. Gul ochilgan bog'laringda yayrab quvnab yashayman. Vatanimdir O'zbekiston. Men qizingman ona vatan. Bag'ringni och quchayin. Sening go'zal bog'laringdan kapalaklar tutayin. Bag'ring kengdir O'zbekiston. Senga ta'zim O'zbekiston. Biz yoshlarni bag'irlagan. Men ham bir kun qo'l cho'zaman xizmatingga O'zbekiston. Obod qildi mashhurangni, mashhur qilgan O'zbekiston. Hamda mana shu kitoblarimni ustozlarimga sovg'a qilmoqchiman. Mana berajak misan? Bir sir babamga. Sağ ol. Umringiz uzoq bo'lsin. Barakatli. Ijozda yoshlar bilan qolamiz.
Kelgusida sizdan yangi she'rlar olamiz. Ijodingizga ko'z tegmasin. Bardavom bo'lsin. Juda xudo xohlasa bemalol maqola bersanglar bo'ladi. Bu jurnalingizda nafaqat ilmiy qamrovi juda ham keng, adabiy, badiiy, ijtimoiy Yoshlarni va beruniy aqlini qiziqtirgan savollarga javob olganimiz bo'ldi. Loyihamiz so'ngida tuman hokimidan juda ko'plab kitoblar va mobil telefonlar bilan taqdirlandik. Bizning bu loyihamiz tarix sarvarlariga muhrlandi. Qizlar. Turganlar uchun katta rahmat aytish maqsadida bu konsertimizni sizlar uchun tashkil qildik. Kamiyatlar zo'rmi? Beruniy yanada yuksaklarga olib chiqamiz degan. Men shu yerda tug'ilganimga shukr qiladiman. Beruniy yeridan boshlaymiz, Beruniy. Biz boshlagan vaqtimizdagi qo'shiqlarimizni bilan boshlaymiz. Sababi eng yaxshi ko'radigan qo'shiqim hamda hamma muxlislarimiz yaxshi ko'rib tinglaydigan qo'shiqimiz. Senga savollarim bor bergan. O'g'limizmi? Hamma iloji bo'lsa qo'shilib aytamiz. Qani ketdik qilamiz. Beruniy bugun eng zo'r konsert, eng zo'r bayram bizada bo'ladi, xudo xolasa. Beruniy qo'llab turamiz. Qani o'zi. deb harakat qildik, lekin qo'limizdan kelmadi. Bizning vaqtimiz yetmay qoldi. Shuning uchun uzr so'raymiz. Xudo xolasa tez kunda bu klipimizni ham sizlarga taqdim qilamiz. Guymadin nomli qo'shiqimiz aynan Beruniylik muxlislarimiz uchun qani ketdik.
Beruniyning qizlarida yetari yo'q deb maqtaymiz. Har doim ochilib kulib o'ynab kulib yuringlar. Sizlar borsizlar biz ijod qilamiz, biz qo'shiq aytamiz, she'rlar yozamiz. Sababi ayollarimizdan, chiroyli qizlarimizdan ilhom olamiz. Har doim bizning baxtimizga sog' omon bo'linglar. Qizlar nomli qo'shiqimiz qani ketdi Beruniy qizlarini hurmat uchun.
Jamiyat zo'rmi? Lekin hech kim o'ynab kulmay turibdi. O'ynaymizmi? O'ynaymiz hozir. Pastga tushib aytsam, ariqda xafa bo'lib o'tirdi-da. Tushamiz bolalar, hozir tushamiz. Tayyormizmi? Shoxini eng cho'qqisini chiqamiz. Zo'rindan aytamiz shu yigitlarimizni hurmat uchun. Qani beruni katta.